Afsuski, bugungi kunda onkologik kasalliklar ko'payish bilan birga yosharib ham bormoqda. Mutaxassislarning fikricha, kasallik qancha erta aniqlansa, davolash ham shunchalik samarali kechar ekan. Bemorlarni, ya'ni erta aniqlashda shu tibbiy ko'riklarga e'tibor berish kuchaytirish kerak. Bemorlarda shu o'ziga e'tiborli berish, ya'ni zararli ta'sirlardan o'zini ehtiyotlash, nos iste'mol qilish, tilni ostiga qo'yganda bitmaydigan yara keltirib chiqaradi. Sababi bu yerda nosvoyda bilasizlar ohak bor tarkibida. Ohak, tamaki, kul mahsulotlardan solinadi. Bu ohak tilni tagida o'sha bitmas yara hosil qilib, keyinchalik bu onkologik saraton kasalligiga olib keladi. Ammo davolash o'z navbatida ancha qiyinchilik olib keladi. Mutaxassislarning fikricha, telefonlardan, gadjetlardan me'yordan ortiq foydalanish turli onkologik kasalliklarning rivojlanishiga olib kelar ekan. Shuning uchun ham telefondan faqat gaplashish uchun foydalangan ma'qul. Telefonda ko'p gaplashish, bizlar hozir yoshlarda moda bo'lyapti, quloqqa naushnik tiqib oladi. Bu naushnik bilan ikki yoq naushnik tiqqanda o'ta magnit maydon hosil bo'ladi, bu ham o'ziga yarasha radiatsiya keltirib chiqaradi. Uzoq vaqt gaplashish ham, simsiz gaplashganda endi baribir radio to'lqinlar paydo bo'ladi. Bu Angliya, Shvetsiya, boshqa Amerika olimlarining o'rganishlari bo'yicha shu bosh miya kasalligi, o'sma kasalliklari, quloq oldi so'lak bezi o'sma kasalliklarini keltirib chiqaradi. Shuning uchun bunda ham shu me'yoridan foydalanish kerak. Kun bo'yi quloqqa naushnik qilib o'rganib qo'yapti. Televizor ko'rish ham yo'q, bir xil xonadonlar bilaman, faqat kinoni ham hamma narsani shu telefon orqali quloqqa naushnik tiqib qo'yadi. Buni zarari katta, buni hisobga olish kerak. Shu masofa bo'lish kerak. Shunga e'tibor berish kerak. Shuni men aholiga chaqirmoqman. Bu narsa hozir ko'p aktual ko'rinyapti. Toshkentda ham, chet ellarda ham telefonga moyillik kasalligi paydo bo'lib, chet el olimlar buni yengil terminlar bilan atashyapti hozir. Televizorda ham ko'p gapiryapti. Shuning uchun bu narsa baribir bu yoqqa ham kirib keladi. Hozir kengayyapti. Shuning uchun buni oldini olish kerak, e'tibor berish kerak. Shuning uchun bundan ogoh bo'lishni men so'rab qolardim. Tibbiyot jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Saraton kasalliklarini davolashda, tashxis qo'yishda zamonaviy usullar bilan davo choralari ko'rilyapti. Ko'p ishlar olib borilyapti. Zamonaviy davolash usullari ishlab chiqarilyapti. Yangi diagnostika qo'yadigan apparaturalar ishlab chiqarilyapti. Mana Farg'onada ham yangi kompyuter tomografiya uchun mangacha binomiz ham bitib qoldi deb o'sha apparatlar kelishiga joylar jihozlanyapti. Bir qancha rentgen uskunalar keldi, ishga tushdi. Laparoskopik stoykalar keldi. Mana bu yerda o'sha qorin bo'shligida a'zolarni operatsiya qilib davolash uchun bu yerda o'sha kasallik ko'p vaqt olmaydi, qisqa vaqt o'tadi, tezroq oyoqqa turadi. Ya'ni qonini kesib, uni tikib, uni pervasga bog'lovlar ancha vaqt oladi. Bu yerda o'sha endoskop shlanka tiqib qilganda bu yerda travma kam bo'ladi. Kasallik tezroq oyoqqa turib yuradi. Ya'ni hali ishga tushishi ham tezroq bo'ladi. Mana shunaqa tarafdan bu ancha zamonaviy apparaturalar, o'sha Germaniyada ishlab chiqarilgan eng zamonaviy apparaturalar olindi. Bular ishga tushish arafasida turibdi hozir. Bugungi kunda respublikamizda bo'lgani kabi viloyatimizda ham onkologik kasalliklarni erta bosqichda aniqlash borasida skrining tekshiruvlari olib borilyapti. Doktorlar aytganda tibbiy ko'rikdan o'tib turish kerak. Shuni mana biz chet elga ko'p malaka oshirishlarga borib keldik, Germaniya davlatiga borib o'qib keldik. O'sha tibbiy ko'rik bo'lganda bizda mana hozir mama skrining bo'lyapti respublika bo'yicha. O'sha avtobusda rentgen apparatlar borishib, mahallaga, ertaga boshqa mahalla, 2 kundan keyin boshqa mahallaga boradi. Shunda aniga aholini kelib ko'kragini tekshirtirishga ham noqoyillik qilishadi ba'zi bir regionlarda. Bu shu ko'krak bezi saratoni erta bosqichda aniqlashga yordam beradi. Qancha erta bosqichda aniqlansa, shuncha natija yuqori bo'ladi. Bilasizlar, onkologiyada kech aniqlanganda rezultat yaxshi bo'lmaydi. Kech bo'ladi. Vaqtli aniqlanganda natijasi juda ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa tibbiy ko'riklardagi ginekologligi, yosh 40 dan oshgan ayol yilda bir marta kelib ginekologik ko'rikdan o'tib ketish kerak. Bu tavsiya qilinadi ko'p joylarda. Shunga e'tibor berish kerak. Shunga e'tibor bermaganda holda kasallik kech holatlarda aniqlanadi. Onkologik kasalliklarning turi juda ko'p. Saratonning hujayralari har bir odamda yashaydi. Muhimi, nosog'lom turmush tufayli ularni rivojlantirib yuborish kerak emas. Onkologik kasalliklarning turi juda ko'p. Bosh miyadan tortib oyoq suyaklariga, oshqozon, ichak, ayollar tizim kasalliklari, o'pka kasalliklari hammasi kelib chiqish sabablari ko'pda har xil. Lekin bu yerda o'sha bir qancha faktorlar bor, shuning uchun bularni oldini olish eng yaxshisi shu sog'lom turmush tarzida e'tibor berish kerak. O'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tib turish kerak. Keragidan ko'p ovqat yeyish,
yoki ovqatni ratsionligi faqat bir xil bo'lsa ham, bu ham ovqat tizimiga ta'sir qiladi o'z navbatida. O'sha tizimga, oshqozon tizimi kasallikka, bu kasallik surunkali bo'lsa, unga e'tibor bermasa, doktorlar davolamasa, keyinchalik bu o'sha onkologik kasallikka ham o'tish ehtimoli bor. Turli zararli odatlar, shuningdek yarim tayyor mahsulotlar, ayniqsa fast foodlar iste'molida ham me'yorga amal qilish lozim. Hozir yoshlarda shu narsa moda bo'lgan, kola bilan o'sha fast foodni yeb, tayyor issiq ovqat turibdi, yegim kelmaydi, haligi fast foodga nima qilishadi. Undan ko'ra o'zimizni o'sha milliy ovqatlarga yetargani yo'q. Amerikada ham ko'rsa, fast foodni yeb, o'sha bu ajriniga semizlik ko'p keladi. Buni tan olish kerak. Buni tarkibi kanserogen moddalar ko'p bo'ladi, shuning uchun unga e'tibor berish kerak. Endi hozir buni turi ko'payib ketgan, hamma joyda har xil, hamma o'zinikini ma'qullaydi, lekin umumiy olganda fast foodlardan ko'ra o'zimizning milliy ovqatlar yaxshi. Onkologik kasallikning o'ziga xos salbiy xususiyati, u o'zi haqida juda kech xabar beradi. Ya'ni kasallik 3-4 bosqichga o'tgandagina tanada turli belgilar namoyon bo'lishi mumkin. Diagnostika nuqtai nazaridan kompyuter tomografiya, MRT, hozir mana mammografda hammasi bular shu diagnoz qo'yish qiyin bo'lgani uchun shunaqa apparatlardan foydalaniladi. Shuning uchun bu endi onkologiya o'zi ko'p mablag' talab qilinadigan soha, meditsina sohasi, ximiya preparatlar ham shunaqa hozir yangi ximiya preparatlar chiqyapti, tajribadan o'tyapti, yangi narsalar. Endi shuning uchun buni oldindan bilish hozir bir qancha usullar ketyapti, genetik tekshirishlar, markerlar. Endi bular hammasi oldindan bilib 100% bizga aytib berish qiyin. Nisbatan bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi bu yerda shu kompleks tekshirishlar qilinadi. O'zida nojo'ya bo'lganda yoki har 6 oydan o'sha etilgan paytda borib tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Mana shu eng oson yo'li. Tilida yoki qalqonsimon bezida, quloq old so'lagi bo'lsa, 1-2 darajada bo'lsa operatsiya qilinadi. Nur berilib, shu bilan kasallik aksariyat hollarda tuzalib ketadi. Agar 3-4 daraja bo'lsa, unda bo'yinga bez tashagan bo'ladi, metastaz. Ya'ni bitta tilini emas, haligi bo'yinni bezini ham operatsiya qilish, ya'ni bemor ikkita operatsiya o'tkazadi. Nurdan tashqari ximioterapiya ham qilish kerak. Bir emas, bir necha bo'lish. Shuning uchun bunaqa paytda erta bosqichlarga aniqlanganda ancha bemorga ham oson va o'sha shifoxonaga ham, o'sha davlatimizga ham ancha ekonom bo'ladi. Endi operativ ko'p holatlarda davolash standartlari bor. Ko'p holatlarda o'sha o'smani olib tashlash, ya'ni xirurgik yo'lni olib tashlash birinchi o'ringa qo'yiladi. Lekin mana sistem kasalliklar bor, limfomalar deyiladi. Ularda ximioterapiya bilan o'sha o'sma to'liq so'rilib ketadi. O'ta operatsiyaga hojat ham qolmaydi. Ba'zi bir holatda katta bo'lib shu so'rilmagan holatni keyin ximioterapiya olgandan keyin operatsiyaga olib tashlasa bo'ladi. Buni maqsadim shu prezidentimizning tashabbusi, ya'ni xalqimizga bo'lgan tibbiy yordamni oshirish, sifatli yordam ko'rsatish va prezidentning bir nechta qarorlar chiqqan onkologiyani rivojlantirish bo'yicha shularning hammasini bajargan holda biz shu amallarni tibbiy ko'riklarni amalga oshiramiz. Bundan maqsad shu kasallikni erta bosqichda aniqlash, aniqlangan kasallarga sifatli yordam ko'rsatish va ularga tavsiyalar berish.